19 sentyabr 2025 yilda soat 19 da Sevimli TV kanalida Kechir O'zbek serialining 84 qismi chiqadi. Haqiqiy voqealarga asoslangan bu drama tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Ilyos, yo'l Kamazi haydovchisi va Nasiba ikki farzand tarbiyalayotgan uy bekasi sevgi tufayli turmush qurganlar. Ammo Ilyosning ikkinchi xotin Hamida bilan turmush qurish qarori Nasibani ko'tara olmagan sinovga aylandi. U o'z ro'molida o'zini osib hayotdan ketdi. To'y uchun olib kelingan bozor sovg'asi Nasibaning dafn marosimida ishlatildi. 3-kuni Nasibaning kundaligi topildi. Unda uning har bir kuni dardlari va azoblari tasvirlangan. Serial sevgi, xiyonat va oqibatlar haqida chuqur o'ylantiradi. Ilyos Hamida bilan baxtli bo'ladimi? U qilganlaridan pushaymon bo'ladimi? Kechir har bir epizodi bilan inson qalbini larzaga soladi. O'zbek kinematografiyasining durdonasi, bu serialni o'tkazib yubormang.